Assalomu alaykum aka ukalar. Gruppa podelish saqingizlar, like'ni bosib, podpisatsiya qilib qo'yingizlar. Bizning Telegram kanal bor, gruppa Laqaylar birligi 8 deydi. Aka ukalar kirib, shu yerda ishlar ko'p, juda ko'p. Ish taylasangizlar ham bo'ladi va shu yerga kirib obuna bo'lsangizlar, inshaalloh ish ko'p. Aka ukalar, ba'zan barodarlarimizning atalari grajdan Rossiya, ya enesi grajdan Rossiya, balasi ya atasi mana shunday grajdan Rossiyalar bo'lsa, hech qachon patent qilib o'tirmangizlar. Patent qilish shart emas, agar ishlamasa. Agar ayollaringizni olib kelsangizlar grajdanstvo bo'lsangiz agar kerak emas. Erkak kishida agar grajdanstvo bo'lsa, ayolga mumkin kerak emas. Promoy zеленый karta olasizlar. Saxirvaga borib, misol uchun Одинцово yoki boshqa joylarga borib o'tirmangizlar. Только Одинцовоga borasizlar. Ruschani bilmasangizlar, shart emas ruscha. Только zеленый karta desa bo'ldi. 22.000 rubl pulni to'lov qilasizlar, 3 kunning ichida chiqadi. Zеленый karta. 3 kundan keyin borib turib agar prodelik qiladigan yer o'zlaringizning uylaringiz bo'lsa, sразу 1 yilga prodelik qilib beradi. 5 yilga doğru agar ketmay, shu ketmay, tamom bo'ldimi zеленый kartaning сроgi, yana Saxirvaga borasizlar, отпечатка полез, analiz polni o'tasizlar. Keyin yana prodelik qilib ketaverasizlar. Mana shunday ag'ayinlar. Ba'zan aka ukalarimizning atalari kelgan, shu yerda Moskvada jiribda enalari kelgan patent qilyapti. Patent qilish shart emas. Yana bir marta aytaman, только zеленый karta qilinglar. Jonlaringiz omon bo'lsa, o'zlaringiz asrangizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz, yaxshimi? Sog'liqlar yaxshi? Rahmat aka, siz yaxshimisiz? Shukr, Allohga shukr, Allohga shukr. Xush kelibsizlar. Mana qanday bo'lyapti aka? Ajoyib, zo'r. Ana o'jakamizni jo'ma-jo'yga kelingizlar. O'zingiz rohat qilib ketingizlar. Rahat qilib, bir dam olib ketsinlar. Ana kim buni ushlab turing uchun? Mana. Az nasib bo'lsa, Xudo xolasa nima qilamiz? Haliga hijoma qilamiz inshaalloh. San'atkorlarga, o'zimizning san'atkorlarga nima deysiz? O'zimiz san'atkorlarga aytadigan gapimiz bizlar hamisha sog'da turib, to'y o'tkazib, polivon sog'lik o'tib ketadi. Endi nima bo'lsa ham kelingizlar. Ana akam juda joylari toza, obod. Yana o'zimizda urolog bor, qarang, urolog, ginekolog, stomatolog. Keyin varikosel degan kasallar borda, haligi farzand bo'lmay qoladi. Shularda operatsiya qilamiz. Keyin sunnat qilamiz. Bolalar sunnat qilamiz. Hozir Dilmurod kamerani ushlab turibdi telefonda. Muzaffarbek Suyunov hijoma qilib chiqib ketdi. hozir Sherxon akam ham keladi. Sherxon Xo'jamurodov Sherxon kelyapti. Sherxon lekin u bir marta kelib olib ketgan Sherxon Xo'jamurodov. Nima qilsa, chinchiq so'rasam qassob so'raydi. Endi men o'zim ta'riflamayman. Shunday. Hammalar bizlar keldik, ana taklif qilanlar. Naturi suyak jingil. Mana keldik. Dilmurod akam ham kirib chiqdilar, mana endi ham men kirdim, mana ajoyib bo'ldi. Juda zo'r. Katta rahmat aka. Qo'lingiz dard ko'rmasin aka, qo'lingiz dard ko'rmasin, suyak вообще yengil bo'ldi. Yengil bo'ldi, mana ko'rsatib qo'yasizda. Suyak yengil bo'ldimi? Suyak вообще от души bo'ldi, короче, вообще motorda aslasini almashtirgandek bo'ldi-da. Mana bu yerda turibdi. Endi orqani endi ko'p bo'ldi. Endi shuna qolsa, polna Muzaffarxonning polna короче ko'chiramiz. Ishlaringizga omad aka. Rahmat, sizlar kelingizlar. Assalomu alaykum.